Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xorazmga va nihoyat yetib keldik. Mana shu Cobalt mashinamizni sotib olganmiz. Ahvolini qaranglar mashinamizni do'stlar. Eshiklarni qoplamasi ajrab ketibdi-ku, ajrab. Xo'p, motor korobkalarimiz qay ahvolda ekan? Motor korobkalarimiz xudo xolasa bu holatda ekan, yaxshi. Ustovo, bu tomoni undan ham battar ekan-ku, ha? Qadrdonlar, Qo'qondan Xorazmga shu mashinani sotib olishga kelganmiz. Nima deb o'ylaysizlar? O'shancha yo'ldan arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Kimda avarenniy pachoq qurilgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Bitta nomer ichida ekan. Metallari bor ekan. Nomerlarni so'raymiz-da.